Chikagodan kollas desalar bilan demak eshitamiz shahrimizda Pitsotka degan joyimizda 5 etajli domimizni 3-etajida 2 xonali kvartirani sotib oldik. Dom kirpishni katta ko'chaning yuzida 3-maktabning pashti yonida bilan ro'parasida bog'cha maktab shunday yoningizda lokatsiya baxshi dinamit bomba. 3-etaj kirpishni o'rtada отопление bor. Faqat remontini ta'mirlash kerak. Ozgina bo'lsa ham tushuncha berib ketaman. Qaranglar, bu balkonimiz 220 ga 6 metr. Kichkinagina kladovkamiz ham bor. Bitta mana katta zalimiz, bitta smejinni, zalda mana oshxonamiz. Do'kontorni qo'yilgan, issiq suv uchun qo'yilgan, sentralniy отопление bor davlatniki. Bu yog'imizda mana eshikdan kirish xotimiz, glavniy xotimiz, bitta sanuzelimiz bor. Polni ta'mirlash kerak, shpaklyovkadan Yevro remontga tayyor bo'lib turibdi, faqat aboy qilsanglar bo'ldi. Bu yoqda spalnimiz bor mana. Batareyalar qo'yilgan, faqat oyna, eshik hammasini almashtirib olsanglar, o'zlaringni fuslaringni bemalol remont qilsanglar bo'ladi. Joyimiz ideal. 3-etaj o'rtada kirpishli dom. Через bank ham olsanglar bo'ladi. Narxi 32,5 ming. Sunnatiga o'tib beramiz, telefon nomeridan pastga ko'rsatib ketamiz. Bizga like, subscribe qilishni chiqmasin.